alaykum. Va alaykum assalom. Endi bu studiya sifatida foydalanaman endi sizni makoningizdan. Mani alohida sizga berilgan savollarim bor. Siz shaxs sifatida menga juda ham qiziqsiz. Nimadan boshlanganligi haqida, nima uchun umumiy ovqatlanish o'sha deyiladi-ku, nima uchun bu sohani tanladingiz? Samarqandda bitta qo'shnimiz bor edi, do'konim bor edi. Orzu Mahmudova bilan Narimanova ko'chasining chorrahasida oziq-ovqat mahsulotlari. Keyinchalik qo'shnimiz bor edi o'sha yerda, rus ayol edilar. Bu olib kelinglar, pishirib beraman deb nima qilardilar? Har xil o'zlarining milliy ovqatlaridan pishirardilar. O'zlari sibirlik edilar ayolgina. Sibirskiy pelmeni давайте ham сделаем dedilar. Xo'p dedik, bitta sibirskiy pelmeni qildilar. Ham mazali, ta'mi esimdan chiqmaydi. Keyin o'sha yerda Samarqandda o'sha chorrahada do'konni oldimi, bir tomonini hovlichasi bor edi, oshxonasi bor edi. O'sha joyini shu sibirskiy pelmeni deb birinchi restoran, kafeni ochdim. Demak, hammasi shu cho'radan boshlangan. Cho'radan keyin o'shandan keyin haqiqatda juda o'sha ko'cha hozirgi kunda juda ham gavjum, juda gavjum. Bitta Samarqandda bitta ko'cha 24 soat Manhattan'da yoniq. Manhattan'ga qiyoslaysiz. O'sha ko'chani hozir otini Orzu Mahmudov ham demaydilar, Narmonova ham demaydilar. Sibirskiy pelmeni deydilar. Ikki tomonlama faqat savdo rastasi bo'lgan. Magazinlar, kafelar, restoranlar. Ko'chani oti Sibirskiy pelmeni laqabda qolgan. Lekin hozir u yerda Sibirskiy pelmenining o'zi yo'q. Umr sarmoyasidan tashqari moliyaviy sarmoya asosan qayerga? O'zbekistonga ham yo AQShga ham? Ikkoviga ham, O'zbekistonga ham, Amerikaga ham. Amerikada nimadan boshlangan? Boya Walmart haqida gap ochildi-da. Sehrli diyor deydilar-ku, o'sha yerlarga rahmatli. Shunaqa ekan, haqiqatan sehrli diyor ekan. Sehri shunday kelsangiz agar botib qolar ekan. Sizni sehrlab qo'yadi. Hammani sehrlab qo'yadi. Amerikada boshlaganman birinchi cleaning servisdan, Walmartlarda tozalash ishlari, anaqa keyin u pollarida anaqa birinchi lak qo'yilardi o'sha paytlar, keyin u laklarni yana yechib olardi ximikat bilan har 15 kunda, bir oyda bir marta, keyin yana lak surtasiz. Shundan boshlanganman. Keyin 2000-yil 6 oy turib ketganman. Taksida ishlaganman New Yorkda. Undan keyin Filadelfiya shahri meni juda qiziqtirgan. Bu joy New Yorkga nisbatan ancha nima deydi, sokin. New Yorkda yashasangiz agar bilasiz, juda gavjum. Endi qarang, AQShdagi eng muvaffaqiyatli moliyaviy loyihangiz haqida gapirasiz. Birinchi loyiham meni AQShda Clubhouse choyxonani ochish. O'shandan boshlaganman. Birinchi, ikkinchi yillar juda qiyinchilik bilan o'tdi. Ungacha adashmasam, katta mashinaga ham chiqqansiz, uni ham. 1-2 yil haydaganman. 1-2 yil trak haydaganman. Traktorlik unchalik omad bo'lmagan, shu faqat nima ko'p haydash, nima og'ir ko'p haydash, bolalarga juda ham sabr bersin Alloh, ularni mehnatini juda ham qadrlayman. Men choyxonani ochishimdan birdan bir sababi, trakda yurganingizda ovqat masalasi muammo. Endi bolalar uydan qilib chiqarishadi, u ham tugab qoladi. Birinchi fikrim shu halol ovqatni yo'lga qo'yib, shu halol ovqatni shu trakchilarimiz uchun shuni dastavkasini qilay deb. Raqobatchilar bor edi u payt, Umid aka? Unchalik ko'p emas edi. Bor edi, 3 ta 4 ta bor edi. Hozirchalik ko'p emas edi. Hozirchalik alhamdulillah 34 taga yetib oldik. 34 ta restoranimiz bor Filadelfiyada hozir. Marhamat. Ochsalaringiz hammaga yo'l ochiq. Niyat qilinglar, Allohdan so'ranglar. Razzoq Alloh o'zi yetkazadi. Endi bitta gap bor, Filadelfiyada masalan qardosh xalqlarimiz ko'p. O'zbek xalqi, tojik xalqi, qirg'iz, qozoq, turkman xalqi bor. Bizning shu qo'shnilarimiz. Shu xalqlarning orasida saxiy degan nomni olish osonmi yo qiyinmi? Oson deb o'ylayman. Alloh bergan buni. Alloh bergan. Men o'zim emas, berganim bilan kamimaydi. Bilaman ko'payadi, kamimaydi. Mana shuni hamma birinchi o'zimga miyasiga sig'dirib olsa, bersang
beraman, birini ber 10 qilib va undan ko'paytirib beraman deb Allohday va'dasiga turayotgan kim bor? Kam to'g'risida. O'zingiz umidsiz, lekin biron bir moliyaviy qiyinchilik kelganda umidsizlanish bo'lganmi? Yo'q, Xudoga shukr. Allohdan so'rayman, istig'for qilaman. Alloh yetkazadi, bilaman, Alloh qalblarni ko'ryapti. Har bir qiyinchilikdan keyin yengilligi bor va'dasi unga sura va oyatlar tushdi. Qaysi proyektingiz, qaysi biznesingiz nol bo'lgan? O'zbekistondami yo Amerika Qo'shma Shtatlaridami? Rasmiy trakda menga shunday bo'lgandi. Charchaganimdan faqat yo'l, bilasiz, cho'l, yo'l ishi bor uning, o'zingiz bilasiz. Bu jamoani maqsadi ham o'zi aslida masalan Amerika Qo'shma Shtatlarida faqat trak emas, faqat pitsa tashish emas, yoki bir haydovchilik yoki aytaylik taksi haydovchisi yoki ovqat tashuvchilik emas degan g'oyani ochib berish. Chunki bu yerga kelib o'zbekmi u yo qardosh xalqmi, masalan, hamma ham qora ish qilavermaydi yoki hamma ham qora ishga loyiq degani emas, ya'ni o'zbek xalqi qora ish qiladi faqat degani emas, bizdan ham olimlar chiqadi. Biz shu narsani ochib berish niyatimiz bor. Faqat trakni yopib olish emas, pul bor ekan, soqqa bor ekan degan narsadan sal fikrimiz chalg'ishini, uzoqlashishini yoki sal kengayishini xohlaymiz. Sizni gaplaringiz motivatsiya bo'lishini xohlagan bo'lar. Bu loyiha nima uchun bu loyiha qilindi? Choyxonani ochdim. Choyxonani ochganimizda asosiy klientlarimiz erkaklar o'tiradigan joy, oshxona, boshqa ovqatlarimiz ham bor. Keyin birodarlarim keladi, ovqatlaringiz mazali aka, faqat kamchiligingiz bor. Nima kamchilik deb so'raganimda, o'sha ayollarim bilan kela olmayman, bolalarimiz bilan kelishga erkaklar ko'p. Biz xohlardikki alohida o'tirsak, bir o'zimizning musulmonchilik, o'zbekchilik nimamiz bor, erkakchilik g'ururimiz yo'l qo'ymaydi deganiga mana shu proyekt tanlamga kirdi. Menga shu oila bilan kelsin, yor birodarlar bilan kelsin, отдельный joy, alohida joy, xotin bola chaqasi bilan kelsa agar alohida joy, ayollar o'zlari kelishadi, ayollar xizmat qiladi, qizimiz bor. Mana bu shirma, hijob deydi, shirma deydi, arablar hijob deydi buni. Shuni qo'y dedi, mana shunda o'tirishibdi. Bunday yopadi, qizchamiz keladi-yu, ayol tomonidan agar nima bo'lsa bu tomondan kelib ovqatlarini qo'yib, nimalarni xizmatlarini so'rab, yana uni yopadi. Hech kim qayerda u yerda o'tirgan, u yerda kim o'tirganini nima qilmaydi. Xotirjam o'tirishadi. Oilaviy restoranlik uchun aslan taomlarda nimaga e'tibor, urg'u berasiz ko'proq? Go'shtga. Mevani ichidan nimani yaxshi ko'rasiz? Qaysi mevani yaxshi ko'rasiz? Mana shaxsan siz, ha. Men nokni yaxshi ko'raman. Nokni. Ammo mevalarning ichidan go'shtni yaxshi ko'raman. Ana. Birinchi go'sht, keyin boshqasida. Men xohlaymanki, bizni birodarlar, mana shu yerda akalar, ukalar, tim bo'lib, bular hammasi yoshlar, iste'dodli yoshlar. Nima ish qilmasangiz bu yerda yo'l ochiq. Yana nima deydi? Rivojlanish tez bo'ladi, tez bo'ladi. Shunisi birinchidan biz o'zimizni anaqamiz, jamiyatimiz juda ko'paygan. Eshitishimcha bu men bilmadim 4000 tadan oshiq oila deb eshitdim. Al-Buxoriy emas, Xudoga shukr. O'zbek maktabi ochilyapti. Xudoga shukr. Ishlanglar, yo'l ochiq. O'zbekistonda ham yo'l ochiq, bu yerda ham halol pok ishlaganga hamma joyda yo'l ochiq deyman. Endi bitta fikr, Umid aka, bu so'zlaringizni isboti sifatida restoraningizni yetarli darajada hozir maqtadingiz ham deylik, ta'riflab ham berdingiz. Endi buni maxsus ekspertimizdan bilib olamiz isbotini. Davo ergashish ichkarida so'rab oladigan savollarimiz bor ulardan, ulardan bilib olamiz. Keyin O'zbekistonni, Samarqandni, qolaversa o'sha milliychilikni ko'chirib kelganingiz uchun sizga rahmat. O'zbeklarimizga foydangiz tegayotgani uchun, saxiyligingiz uchun, hammasi uchun, ko'pchiligimizga masalan ustoz sifatida umid berayotganingiz uchun katta rahmat. Ko'z tegmasin. Tijoratingizga omadini bersin. Hamisha barakali bo'lsin. Katta rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat sizlar uchun. Mehmon bo'lib kelganlaringiz uchun sizlarga rahmat. USA kebab kullab yashnasin. Amin.